Endi shu to'y qilganda oldinlar ko'p aytaman. Nima uchun oldingi odamlar to'y qilgan shu odamlarni 7-8 tadan farzandlari bo'lgan, 7-8 ta farzand uyli joyli qilgan, siz biz ota bobolarimiz. To'g'rimi? Hammasi tinch totib yashab kelgan. Kim ishlagan shunda? Dadam ishlagan xolos. To'g'rimi? Endi ishlamagan odam o'zi yo'q. Bola nechta? Razas qilib kelsa 4 ta yo 3 ta da. Bola ham kam. Ishlamagan odam o'zi yo'q. Bu qilayotgan to'ylar, falon pulli to'ylar, falon pulli sarf-surflar bo'ladi. Uy buzilgan odam ko'p. Nima uchun? Nimaga uy buzilyapti? Oldingilarniki yetishmasdan hayoti yaxshi ketdi. Bugungi kunlarning hammasini qilib beryapsiz. Hatto qizimni tili qisilmasini har balo qilyapsiz. U yoqqa o'tsam, bu yoqqa o'tsam, majbur tashlab ketyapsiz qizingizga. Yaxshi yashasin deb. Nima uchun bu uy buzilib ketyapti, ayting. Sabablardan bittasi, sababi ko'p. Sabablardan bittasi odamlar la'nat aytyapti. Mana shunaqa xoliqqalar to'y qilib, uyingga tushkurlar, ilohiy-ilovanda deb turib, yetisha olmayotganlar mana shular to'yni qimmat qilardi. Porter yosh bolaga o'yinchoq nima kerak? Yangi tug'ilgan chaqaloqqa bir porter o'yinchoqni ayting. Shu bola o'ynadi shu o'yinchoqni. Ana ahmoq quda, mana ahmoq qudadan qo'qqanidan qilyapti. Ikkita ho'kiz qudalar indamay qarab turadi. Mayli bilgan qiladi. Yo baqir chaqir qilib qo'ygan bo'ladi, o'g'illar qilib beradi bu yerda. Ayting, bir porter o'yinchoq shu yoshda kerakmi? Kerak emas. Nima uchun qilyapmiz? Qilayotgan seplaringizni eshitay qo'yib qo'yasiz. Porter o'qib tashlaysiz. Ko'rgan ko'zlari kirnas kiradimi, kirmaydimi? Aytadi-yu, uyga kitib qo'yib, bir odamdan nazar tushmasin deydi. To'g'rimi? Bizda kinna deb qo'yamidi? To'yga kirsangiz xato qo'yib qo'ygan. Yo bo'lmasa, o'sha kelinliklar 1-2 kun oldin kelsa, shu kelinni uyga kirgizadi bizni. Qarasangiz, o ko'rpa yig'ishlar ham yo'q, o'sha lenta bilan baylab tosoqlari ham boshqacha bo'lib ketgan. Ko'rib turib, nima deydi odamlar? Aytingchi. "Vo, marakallah, zo'r bo'pti" deydimi? Yo nafrat nazari bilan qaraydimi? Baraka ketdi-yu. Biroq xursand bo'lmadi-yu. Hech kim duo qilmayapti yaxshilik bilan.